Hammalarga assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana Ulug'bek, Oyatullo va men katelozni o'rnatdik. Teplo ventilyatorga faqat mana. Katelozni pastda xudo xolasa yaxshilab boshlaydi. Bardor mana panelli radiator bor. Katelxonada bu yerdan choy ichib o'tirishadi. Hozir narada gidroponikaga qilindi bu. O bittadan rashetr qilib qo'yildi, открытый qilib. Hozir yog'ini ko'ramiz. Mana bu yerda birinchi teplo ventilyatorimiz. Hop, har bittasini o'rtacha 100 kvadratga deyilgan, no 100 kvadratga emas. Bu 150 ga 4 ta qo'ydik bu yerda perelotlarni hisobiga. Ikkinchisi bu tomonga qarab turibdi mana. Birinchi qatorga, ikkinchi qatorga, uchinchisi bu tomonga qarab turibdi mana. Bu yerda yo'q endi. Yana bitta bu tomonga bizga qarab turibdi. 4 dona qo'yilgan. Bu yerda bug'doyni namlab qo'yib, ko'kartirib o'stirib, mollarga yedirish uchun qilinadigan joy gidroponika qilib qilingan ekan. Mana svetlar постоянно yonib turar ekan, u ko'karib o'saverar ekan. Endi kondisionerlar mana bor, bu yerda bitta konditsioner bormaydi. Bu ham zo'ristanda, faqat ko'p g'aja boryapti, deyapti. Shuning uchun bu yerga ko'mirlik kotel qo'ydik, o'zidan chiqadigan mardalarni, ko'mirni ham yoqib, xullas o'zidan chiqadigan hozircha mardani ahvolaman deb kelgunchalik ko'mirga o'tamiz, u musorlar tugagandan keyin deyapti. Mana yana bitta kondisioner. Mana shu ikkita kondisioner bu yerda istaveradi ekan, 150 kvadrat joy. Biz endi bu yerga 4 ta teplo ventilyator qo'ydik, bemalol istardi xohlasa. Bu yerda 20 gradus ushlab tursa bo'ldi ekan. 20 gradusda zo'r effekt beradi deyapti. 18-20 yetadi bu yerga deyapti. Mana teplo ventilyatorimiz 32 li turbada tortilgan, polniy podacha obratga qilib. Bular adashmasam $87 oldik. Bizga kelib tushishi. Bular narxlarini bilib olaylik. Bu $150 ga ham bor, bu $100 ga ham har xili bor buni. Biz buni yo'l kirasidan $87 dan kelib tushdi bular. Bundan 4 ta qo'yildi. Buni o'rtacha xizmati hozir 3 million xizmati bo'ldi. Kotel o'rnatish, bu 4 ta 5 ta radiator bilan 6 ta tochka. И keyin bu yerda общий расход где-то bir 22 million 700 ga ham bordi. Почти 23 million degani. 23 millionga mana shu narsa polniy o'rnadi. Kotel o'rtacha 10 million desak, mana ularga $87 dan endi boshqa kamchilik turbalari bilan, atvotlari bilan shunaqa bo'lib ketdi. Agar navoda mana bunaqa narsa qilmoqchi bo'lsanglar, xudo xolasa bunaqa ham qilib beraveramiz. Mana teplo ventilyatorlarni ishlatdik уже, rosa haydayapti. Ko'rib qo'yamiz endi mana. 35 gradus haydayapti. Уже сразу xonalar isigani bilindi. Tez istargan haqiqatda. Buniki yana ham pasayibdi, 34 gradus. 35, почти bir xil ekan. Masalan, haydashlari zo'r. Mana 4 ta teplo mana bu perelotga bitta mana shu o'zi haydayapti. Hop, mana keyingi perelotimizga yoqdan bu tomonga qarab haydayapti. Zigzag qilib qo'ydik. Bunisi mana mono perelotga haydaydi. Kotel ishga tushibdi yana.